Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Mana Xudo xohlasa yangi YouTube'da faoliyatimizni boshladik. Mana yangi ishlarimiz, birinchi zakasini ishlarimiz. Bularimizni razmeri 3 metrga, bu yog'i 3.30 dan. Ikki tomoni ham 3.30 dan. İçlari 100% sasna yog'och, pampers, prujina. Keyin orqalari ham o'zining materialidan yapilgan, bir xil qilib hammasiniki. Kampulayda ikkita tumbasi, 4 ta bolishchasi bor. Bular biyolari ham orqalari, pulni orqalari o'zining materialidan yapilgan. İçlari 100% sasna yog'och. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, keyin bunimizni razmerini o'zgartirsa bo'ladi. Bu holatda 3 metrga 3.30 joyga tushadigan bo'lsa, keyin yana bir hozir terib ko'rsatamiz. Unisi kattaroq joyga tushadigan bo'ladi. Unisini ham hozir terib ko'rsatamiz. Mana nima hozirgi kichkina holatidan bu katta holatiga o'zgardi. Bunisining razmeri 2.20 ga, bu yog'i 5.15 joyga tushadigan ish bo'ldi. Endi taburetkasi ozgina pol, taburetkasini ya'ni qo'shib anaqa berilaveradi. Ya'ni 3 ta taburetka qo'shib berilaveradi. 5 ta taburetkasi bilan bo'ladi. Terilish holati. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, taburetka qo'shilgan holatda, taburetkani hisoblamagan holatda 6 million so'mga shu holati bo'ladi. İçlari 100% sasna yog'och, displey, pampers, prujina. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib zakasiga tayyorlab xizmat beramiz. Dastavka xizmatiga keladigan bo'lsa, dastavka xizmati kelishilgan holatda bo'ladi. Olib boriladigan joyiga qarab kelishib jo'natib beramiz.